Assalamu alaikum. Avstraliya Tangritaq Uyg'ur xonim qizlar uyushmasining taklifi bilan men bugun sizlar bilan ozroq paranglashaylik dedim. Ko'nglimdagi o'ylaganlarimni sizlar bilan bir ham bahorlashay dedim. Dastlabda ro'z Ramazon kunlaringizga muborak bo'lsin. Qolgan duo tilovatlarimiz hammasi ijozat bo'lg'ay. Allah bizning shu jig'izarlarimizni anglab bizga bir nijotlik bera, kulgan kulib, yig'lagan yig'labla ketavermas. Ya Rabbim. Men bugun sizlar bilan bir ana, bir singil, bir hada buluşibdim bilan ko'nglimdagi gaplarimni deb o'yladim. Bu vatan millat davosi men davomliq deganimga o'xshash bu hammamizning zimmamizdagi vazifa. Bu davo bahchum. Bu davoda hamma kishiga, hamma insonga yetarlik vazifalar, yetarlik biz qiladigan ishlar bor. Hem bu dava xuddi bir ibodatga o'xshash, hamma odam o'zi uchun qiladigan ish, hech kimga qilib beradigan yoki hech kim uchun qiladigan ish emas. Bugungi kunda men Uyg'ur degan har bir insonning bu bir insoniy burchi vatan millat davosi. Men Avstraliyadagi vaqtimda sizlarning shu Avstraliyadagi Uyg'ur xonim qizlarning shunchalik bir o'zinglarni yaxshi yetishtirgan hamma tarafdan, ham tilda, ham kasbda, ham qobiliyatinglar, ham bir-biringlarga bo'lgan mehr muhabbatinglar, shundoq bir chiroyli bir manzarani ko'rib, ichimdan shunchalik suyundim. Sizlar bilan ko'rishib, sizlar bilan bir muңдашыш fursatning bo'lganligiga shunchalik mamnun bo'ldim. Garchi vaqt qisqa bo'lib qolgan bo'lsin. Ham gapimga shu vaqtda qaytib kelsam, sizlar xuddi shu vatan davosida hamma odam qo'ldan nima kelsa shu ishni qilishining muhimligiga o'xshashsizlarmi? O'zinglar mayli shu yillardan beri ko'rib turyapmiz. Avstraliyaning yerlik xalqining urf-odatlarini tunishtirish, taomlarini, kiyim-kechaklarni tunishtirish faoliyatlarida bo'lsin, davomli shundoq cho'ng rol o'ynab keldinglar. Ana maktabi, ana tili maktabinglar shundoq yaxshi davom qilib etibdi. Mayli bir ovoz bir qadamning birinchi qatimliq namoyishimizda bo'lsin, ikkinchi qatimliq rasm ko'rgazmamizda bo'lsin, shunchalik fidokorlik bilan kuch qo'shdinglar. Endi bular hammasi qilishga tegishli, besib o'tishga tegishli bir jarayon. Biroq bugungi bizdan talab qilinayotgani bizning hammamizning yanada qo'limizdan kelgan shu mayli tilimiz, urf-odatimiz va boshqa taraflardagi qilayotgan ishlarimizdan sirt hammamiz davoning ichiga kirish, ya'ni men Uyg'ur degan bir Uyg'urlikning o'zi siyosiy masala bo'lib to'nilayotgan bugungi kunda Uyg'ur xonim qizlaridan talab qildig'ini erlar bilan mo'rni-mo'riga tirab turib, tashkilotlarning ichida har qanday davoninki har qaysi qismlarida mayli ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsin, mayli matbuotlarda bo'lsin, mayli oldiga chiqib yetaklab minishda bo'lsin, mayli o'zimizni yetildirishda bo'lsin, hamma tarafda hozir bizning erlarning yanida yonma-yon qadam elib birlikda bu davoni qiladigan vaqtimiz. Tashkilotlarning ichida Uyg'ur davolari, Uyg'ur diasporadagi har qanday bir siyosatning ichida Uyg'ur ayollari, xonim qizlari cho'qim tang o'rin olish kerak. Shunday qilgan vaqtimizda davarimiz texmi ilgari bosadi, tashkilotlarimiz texmi taraqqiy qilgan bo'ladi. Chunki albatta
uzundan beri bu davani erler qilib keldi. Ayollar aqsepte bala terbiyeleş yoki bo'lmasa örf adetlerimizni gözlüş, güzel kiyim keçeklerimizni hazırlaş, taamlarımızı tayyorlash degandek erlar qilolmaydigan ishlarni qildik. Biroq ayollar shu erlar qilolmaydigan ishlarni qilgandan sirt erlar qila olgan hamma ish ayollarning qo'lidan keladi. Biz şu erlar qilayotgan ishni tan elib borgan vaqtimizda erlar texmo mukammal bo'ladi. Her qandaq bir er kishining yanida erlarimizning qo'llab beradigan, qo'liga qo'l, putiga put bo'ladigan, o'ylagan vaqtida tan fikrlashib, fikriga fikr berib, irodasiga iroda qo'shib, ilhom berib, madad berib turadigan ayollar her zaman lazım. Mesela ben şahsi üzerinden turmuşumda aytsam, men Amerikaga men 21 yosh vaqtimda kelgandim. 21 yosh vaqtimda endi oliy maktabni bitirgan. Amerikaga kelgan vaqtimda men o'zim bir shu kunlarni o'ylasam haqiqatan men bir naydi sabiy bir kichik boladekdim. Gerçi 21 yosh kirgan bo'lsammi, endi ota-onamdan ayrilgan, beşimden ıssiq soğuk ötmegen bir erkek kızdım. Bir yerde okudum. 2 yıl ötgenden keyin 23 yaş vaqtimda to'y qildim. To'y qilib 24 yoshga kirgan vaqtimda o'ylamagan yerdan men o'zim texi bir kichikgina bir hayotning hech qanday bir issiq sovuqini beşimdan o'tkazmagan bir yosh qiz Mısrandek bir 6 aygını toşmagan, 820 gram tug'ilgan ve tug'ilgan vaqtida o'zi nefesmi alamaydigan, o'kkisiga nefeslendirish mashinasi kirgizilgan, yurak so'qishlari normal bo'lmagan, ritmsiz bo'lgan, işte bir Allah'ınki bana bir sınaq tariqasida avatgan bir parishsi bilan Mısranni beqib cho'ng qilish jarayonida o'zimni yetildirdim. Ya'ni chidamchan bo'lishni, g'ayratli bo'lishni, hech qachon hech nimadan voz kechmaslikni, qilaman degan ishimni cho'qim qilishni, ham irodali bo'ladi ekan, niyatli bo'ladi ekan, har qanday ishni cho'qim qilib bo'ladiganligini tushunib yetdim. Mısranning cho'ng bo'lishi bilan tang men o'zimni asta Mısran bilan tang cho'ng bo'ldim. Yaxshi aytganda hayotimizda kimishimizning turmushdagi qimmat qarashimiz, ya'ni hayotda biz uchun nima muhim, mening uchunmi, abkim uchunmi, hamma narsadan voz kechalaymiz-ki, da'vo yo'lidagi qilayotgan shu xizmatlarimizdan herkes voz kechmaymiz. Her vaqt bizning uchun, abkim uchunmi shundoq, men uchunmi shundoq, her vaqt, her yerde biz uchun birinchi o'rinda turdig'ini vatan millat manfaati. Da'vo yo'lidagi biz qilishga tegishli bo'lgan ishlar. Her vaqt biz Allah rızası uchun deb turib ish qildik. Hech qachon biz o'zimizni o'ylamadik yoki fitna fasodlarga diqqatimizni chashmadik. Biz her vaqt da'vo yo'lida biz qadamimizni Allah rızası uchun, shu bechora mazlum xalqimiz uchun, shu vatanda ezilayotgan, bizni shu erkin dunyoda biz uchun bir narsani qilyotidi o'shalar. Bizni o'shalar ozod qiladi. Bizni shu erkin dunyoda yashayotganlar bizni yo'qlikqa achqidi deb bizdan umid kutayotgan shu mazlum xalqimizning ko'z yoshi uchun bu Allah yo'lidagi her birimiz hayotimizni atab, her birimiz qilishga tegishli bo'lgan bizning bir ibodatimiz deb turib, butun hayotimizda da'voni biz birinchi qadamga qo'ydik.
Demakchi bo'g'inim, insonning hayotini ait qisqa 24 soat degan shunchalik tez o'tib ketadi. Bo'lib bizning hozirgi hayotimizda kunlar degan shunchalik tez o'tadi. Ammo biz qilishga tegishli ishlar bek ko'p. Bo'lib hozir shu Xitoyning virusi bilan hammamiz uyda o'tirayotgan vaqtimizda biz olib-kemishimiz vaqtimizni yetishtirib bo'lmayapmiz. Butun kuchimiz bilan matbuotda Xitoyga qarta jang e'lon qildik bundaqcha aytganda. Mushuning o'zimi hozir shu tashviqot, social medialardan, jamoat taratqulardan unumli foydalanib, Xitoyning hozir butun dunyoga elib berayotgan yolg'on tashviqoti, mayli bizning ustimizdan bo'lsin, mayli o'zi ustidan bo'lsin, mayli virus to'g'risida bo'lsin, qilayotgan shu yolg'on tashviqotiga qarshi ashunga qaytarma zarba berish bu biz uchun nihoyat muhim ish. Shuning uchun meniki qayta tavsiya qildig'im da'voda hech qachon biz qiladigan ishning cho'ng kichigi yo'q. Da'vodagi har qanday bir vazifa biz uchun muqaddas. Men davomli yaxshi ko'rib deydigan biri, o'zim yuragimdan ishonadigan bir gapim bor. Da'vo bir cho'ng bir mashinaga o'xshaydi. Bir mashinani A nuqtadan B nuqtaga yetkazish uchun uning hamma narsa lozim. Uning rol lozim, choq lozim, may lozim, hatto suv lozim. Kichik, cho'ng har turli ventillar lozim. Bir mashinaningki harakatlanishi uchun bir mashinaga kerakli bo'lgan zapchas, uskuna va undan boshqa uningga lozimatli bo'lgan hamma narsa lozim. Biz hanım qizlar ana shu da'vodagi shu mashinani A nuqtadan B nuqtaga olib boradigan shu mashinaga lozim bo'lgan bizdan nima talab qilinsa shu rolni o'ynay oladigan bo'la olishimiz lozim. Bir mezgil biz bir ovoz bir qadamni olib chiqqan vaqtimizda bizning u vaqtdagi vazifamiz da'vogarlarni yetishtirish, ya'ni bolalarimizni tarbiyalash, bolalarimizni da'voga qo'shish yoki erlarimizga sharoit hozirlab berish, erlarimizni o'tirga ishtirib, o'tirga chiqib, shularning xotirjam shuni qila olishi uchun biz orqada turib, shu sharoitni shularga yaratib berish bo'ldi. Endi bugungi kunda Xitoyning beshiga oxiri Allohning aralishishi bilan bizningki ahuzarlarimizning, mazlumlarning ko'z yoshlarining ashu lagirdagi millionlagan insonlarning ashu uchuq turmida Sharqiy Turkistonda ishg'oliyatda azob chekayotgan millionlagan qarindoshlarimizning ahuzarlarining Allohga yetishi bilan oxiri Xitoy hozir o'tgan yilgi Xitoy emas. Mayli g'arbning oldida, g'arb davlatlarining oldida, mayli musulmon ellarning oldida, mayli O'rta Osiyoda oxiri bizga shundoq bir fursat, shundoq bir sharoit hozirlandi. Shuning uchun Xitoy hozir jon jahli bilan beshiga nima kelishdan burun bo'lsa-mu, bizni butunlay yo'qotib etish, millatimizni butunlay qirib o'tish uchun tirishayotgan bundoq bir sharoitda biz butun kuchimiz bilan hamma narsani tashlagan holda butun zehnimiz, vaqtimiz, aqlimiz, o'zimizda bor bo'lgan hamma narsa bilan bu jangga atlanishimiz lozim. Avstraliyadagi Tangritog' Uyg'ur xonim qizlari uyushmasidagi go'zal singillar, xonimlar, do'stlar, sizlar bilan shundoq bir muqaddas bir da'vo yo'lida mo'rimizni mo'riga tirab birlikda bu yo'lda birga mangdiganligimizdan nihoyat mamnunman. Yana bir qatam hammanglarning shu tutayotgan ro'zalarimizni Alloh qabul qilib, duolarimizni shu muqaddas
Ramazanның ақырғы әң мұйым болған бір қанша күнлерде dua tiləklərimizin Allah tərəfindən qəbul qılınışını ümid qılıram və həmimizninki inşallah həmimiznin günlərinin birdə qolmu-qol bir-birimiz bilan quchoqlashgan holda ko'k bayroqlarimizni ko'targan holda vatanimiz ozod Sharqiy Turkistonda uchrashadiganligimizga ishonaman.